أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. اعتكافنا كتاب الصوم آخر دا كتقلشة. اعتكافنا عادتا روزخان عادتا قلدغان عبادت بوغاشقا، أما رمضان آخر قوم كندا اعتكافتا أولترش سنة مؤكدة بوغاشقا مشتركتن چتشتا، يعني روزدان چتشتا بابا. قال: وهو في اللغة المقام والاحتباس. اعتكافنا لغة كمانسة، عرب تلد كمانسة، بريادة مقام تروش، برجايغا قملش كيمس. احتباس يعني قملش. قال تعالى: سواء العاكف فيه والباد. يعني شو اعتكاف ديگن sözden Kur'an-ı Kerim'de kelgen urullardan şahit keltirotulu. İnnellezîne keferû ve yasuddûne an sebîlillâh vel mescidil haram ellezî cealnâhu linnâsi sevâenil âkifu fîhî vel bâd. Yani Allah Teala Mescid-i Haram'ını bütün insanlar için kıpâgen. Mescid-i Haram'da Mekkelik olsun ya ki sırtın kelgen kişi olsun bak beraber. Akif degan şu Mescid-i Haram'da muqim turadigan. Mescid-i Haram'dan maksat Mescid-i Haram'dan ichi bo'lishi mumkin, Makka bo'lishi mumkin. Akif degan shu yerda muqim turayotgan, al-bad degan sirtdan kelgan. Yani bir oyatda val hadiya ma'kufan yani mahbusan degan ma'noda. Yani ro'za tutish oyatida va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid. يعني برأيت وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعني برأيت وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني bu bir joyga solinib muqim turishdan iborat. Lug'at ma'nosi shu. وفي الشرع عبارة عن المقام في مكان مخصوص وهو المسجد. شريعة مخصوص bir o'rinda turishdan iborat. U bo'lsa bu masjiddir. بأوصاف مخصوصة من النية والصوم وغيرهما على ما يأتي إن شاء الله تعالى. Mushu bir joy qamilib turish alayda bir sifat bilan turishdan iborat. Niyet bilishi, ro'za tutgan bo'lishi va undan boshqa o'z o'rnida bayon qilingan shartlar. Yani şu bir joyga qamilib turish desak, shu rukundan iborat. Undan boshqa ro'za tutish, masjid bo'lish degandek shartlar shart sihha. Qala al-i'tikaf sunnatun muakkada. Yuqorida i'tikafning lug'at va shar'iy ta'rifini qilgan ekan. Hazır şer'i hükmü üstüne to'xtaldi. E'tikafninki hükmü sünne muakkada. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e'tikaf o'ltirishga boshlagandan tortib har yili taslim etib kelgan ibodat. Asli tashliq qilib kelsa, qo'shimcha dalil bo'lmasa bu vojibni ko'rsatmasdi. Lekin e'tikaf tutamagan ba'zi sahobalarga qarta tanqidlash bo'lmag'achqa sunna muakkada ekan deymiz. Rawa Abu Hurayra va Aisha radhiyallohu anhuma annahu sallallahu alayhi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى. Medine kelgandan tortib taki Alloh taolo o'zini vafot qildirgan qadar Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikofda o'tirib kelgan debdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yili Ramazonning dastlabki 10 kunida e'tikof tutdi.
keyin o'ttirgi 10 kunda etkab tutgan. Keyin Qadr kechasi oxirgi 10 kunda da Jibril bildirgandan keyin oxirgi 10 kunda etkab tutgan. Yana bir yili etkab kirgan chog'da ayollardan Hazrat Aisha ruxsat so'rasa ma'qul degan va masjidning o'ylisida chedirini tikib etkab boshlagandan keyin Hafsa radhiyallohu anha ijozat so'zib umu chedirini tikib turgan. Keyin bir kuni namozdan qarasa Hazrat Zaynab bint Jahsh radhiyallohu anha umu chedirini tikib ayollardan nechtisi chedirini tikib olgan ekan. Qanday gap bu deb chedirini jo'shtirib to'ngladib Rasulullohni etkabdan chiqargan. Chiqib Shavvol oyi kirgandan keyin 10 kun etkab tutgan. Ramazon oyida mutlagan, Ramazonning sirtidimi etkab tutgan. Lekin oxirgi ahvolda Ramazonning oxirgi 10 kunda etkabda o'tirib davomlashgan. وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف حتى قبض. İmam Zuhri öz vaqtida şu yaşagan çağda Medine ahalisinin ahvalidan hayran qaldı. Bu qanday gap? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Medine kelgandan taki vafot bo'lgan qadar e'tikofni tashlamay qilgan bunda muakkad sunnat tursa, bu kishilar mushunda sunnat muakkadini tashlatdi. Qanday gap bu? deb hayron qolgan. Ya'ni shu chaqilda e'tikofda o'tirgan odamlar az bo'lishi mumkin. Shunday hayron qolgan. Ya'ni bu mu e'tikofningki sunnat muakkada ekanligini ko'rsatdi. Mush oxirgi 10 kunda e'tikofda o'tirish sunnat muakkada erlar va ayollar uchun 4 mazhab balki asosan bunun ijmo bor. 4 mazhab ulamolari ittifoq qilgan yoki ba'zi ulamolar ijmo bor deb ijmoni naql qilgan. Yuqorqi o'qiyaldan birsi qarasanglar e'tikof ibodati ilgari ummatlardami bor degan mazmun chiqdi. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفين demek şu şeriatta İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatida mescidde etikafda o'tirish bor degan. Ondan keyin o'tgan biz bir dalillar o'tgan bir hadis var. Fi binadrik أو في binadrik. Hazreti Ömer cahiliyet vaqtida Mescid-i Haramda bir kecha etikafda o'tirmaydi deb nazr qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga islomiyatdan keyin Madinaga kelgan chog'ida shu nazrisni so'zlab berib hukmini so'ragan chog'da "Au fi binadrik" degan nazringni ado qilib degan. Lekin jahiliyatdami Aşı İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın dininin kaldıklarının neticesinde etikafda o'tirish bardı. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peygamber kılıp üretilgen çağıldı mı cahiliyetki Araplar şu Mescid-i Haram'da etikafda o'tirish işi bardı. Nezir bu cahiliyet bardı. Nezir mi bardı elbette? Şu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam'ın dadısının mesela şu zebih deb atılışılık sebebi mi? Bir nezirinin muski çetişti. Zemzem kuduqını tapalırsam oğlumdan birisine kurbanlık kılmaya deb nezir qilgan Abdülmuttalib. Yani nezir qilish batdı, ayş qilish batdı, jiq ibodatga batdı. Şunun nasıl kaldık yani şu İbrahimiye, el-Hanifiye şunun kaldıkları batdı. Peki cahiliyetning müşrikleri şu burunqi İbrahim Aleyhisselam'ın şeriati ve dininin ma'lum bir qismi o'chib ketmay qilib qilib ko'p qismi burmunliq shirik ishlar aralashib ketgan bir chaq. Chunki payg'ambarlik uzrab ketdi. Uzrab ketgandan keyin bular unutib burmunliq ular qilib nazrimi va e'tikof o'tirishmi jahiliyat vaqtida batdi. Ammo shu e'tikof agar nazr qilib qolsa sunna muakkadilik hükmüden vaciplikka aylandı. Çünkü bu vacip emas narsani o'zisiga vacip qilib oldi. Ama Ramazonning oxirida 10 kunda sunna muakkada dedik. Ramazonning
ahirgi 10 kunning bosh chog'lari, Ramazonning 5-10 kun, 10 kun va Shavvol yil bo'yi e'tikofda o'tirish mustahab. Yani sunna g'ayri muakkada hisob. Şu an bir mazhabda bazı ulamalar e'tikofdan sunna muakkada desa, İmam Quduriy'dek bazı ulamalar mustahabbun deb qo'ygan. Bunun başında tushunamiz. Ramazonning oxirgi 10 kunda sunna muakkada, undan boshqa yil bo'yi kunlarda mustahab degandir. Yani sunna muakkada, sunnat deganda asosan ixtilof yo'q ulamaning o'rtasida. Sunna muakkada degan so'z hozir asl hamma fuqaroning so'zi shu. قال وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. إخلاص لن أرندلغن أهوالدا إعتكاف أن إسل أمل إبادة لا جملستان. Niçin diyen çağda e'tikaf tutağın kişi bütün dünyavi işlerini hemen taşlap Allah'la yüzlenip dilinin sapını kol keltiriş için mescide oturdu. Elbette bu ro'za tutgan holatda tutarsa, texmi bir xil ruhiy saqlab vujudga chiqadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamki e'tikofda o'tirishning ulamaning deyishicha asli maqsad qadr kechisi kelgan chog'da e'tikofda o'zida holatda ashunda dunyodan uzilib butunlay Alloh o'zlangan holatda unda turish asli maqsad shu edi. Shu oldingi 10 kun e'tikof turib faqat keyin o'ttirga 10 kun turib, keyin Jibril qadr kechisi taha oxirgi 10 kunda esa yana oxirgi 10 kunda e'tikof turgan. Undan keyin e'tikofdan ko'zlanadigan nishonning biri qadr kechisiga ash holatda muyassar bo'lish. Ikkinchi maqsad bütün insonlardan uzilib Alloh bilan unsul ulfat paydo qilish. Üçüncü maksat dili ve kalbini Allah Teala'ya tulup düzünlerden kılıp tüzeşten ibaret. Adet turmuşta bizden dikkatimiz dağıtılganlar onun işi var. Çok işlerden bırakıtımız. Bazıda Allah'ın tükürüğü ahıl bulup olduğu için e'tikaf tutağın çağda bütün dikkati esyadı Allah Teala'nın buldağını. E'tikafta sapta ibadetlerle meşgul oldu. Yani ibadet sırf ademiz. Bazı ibadetler var mesela alal pul tapkaç işleydiği mesela bu bir ibadet. Başkanın ihtiyacını çıkış bu bir ibadet. Lakin mağam da muamele münasebetsiz sap ibadetin ibadet. Bundan başka ro'za tutgan çağda ro'zani buziladigan her türlü narsani saqlagan. Mesela biz o'tganda g'aybat qilsa sunamdo yoki siyamul havos degandek. E'tikof o'tsa, o'zini g'aybat qilish, nomahramga qarash, boshqalarning haqqini yeylash, til haqorat, bu narsadan o'zini saqlay oladi. Hatto endi qaysi mubah masalan dunyo ishlaridan sayr tomosha qilishlik masalan o'shuna mubah ishlardan issiq tamoq, issiq yotgan, muzunda ishildimmi o'zini mahrum qilish orqali oddiy sodda yashash, rohat baroqat, tinchroqlash degandek o'zini chinib turish vardi. Bunun başqa masjidda o'tirishga kunash. Buni ulamolar ba'zisi masjidda shu namozni saqlab o'tirishdan iborat bu. Yani 9 kun ya 10 kun shunda o'tirsak masjidda hamma namozni jamoat bilan o'qib, hamma namoz tugagandan yana bir namoz qadar saqlab o'tirgandek bunda muqim turishdan iborat deb qaraydi. Undan keyin shu e'tikof hamda biz bayatılgan nishonlarni hammasini o'zicha oldigan bir ibodat. Şu eşraful a'mal min eşraful a'mal dedi. Qala Ata مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم. E'tikof tutgan kişinin misali shunda bir kishiga o'xshaydi. Bu kishining bir katta bir kishiga ehtiyoj bor. Bir hojatman. Buning hojatini cho'nroq katta bir kishi ravo qila oladi. Fayajlisu ala babi. Bu hojatman kishi shu katta bir kishiningki darvozasi Abu Suvusda
o'ltiradi. Va yaqul la abrahu hatta taqdiya hajati. Buni hajatimni ravo qilsa bu so'g'lardan ketmayman deb ashunda qashamliqda o'tirgan kishi. Fakadalkal mu'takif. E'tikof tutuvchi shu kishiga o'xshaydi. Yajlis fi baytillahi ta'ala va yaqul Allohning baytida o'tirib deydi la abrahu hatta taghfira li. Ma mag'firat qilmoqchicha masjiddan chiqmayman deb o'tirgan kishidek bo'ldi. Yani bunun neticesi ahirda Allah Teala aşındandır. Allah'ın beytide istiğfar edip, ibadet kılıp, roza tutup, dua talep kılıp o'tgandikin ahiri mag'firat qilayotgan bo'ldi deydi. Şu bunun netice itibarı bilan buni esir ibadetlerden. Qala ve la yejuzu aqalla min yawmin. وهذا في الواجب وهو المنظور باتفاق أصحابنا. E'tikofda o'tirishni nazr qilgan ahvolda e'tikofda o'tirish vojib qilindi. Vojib e'tikofda bir kundan oz o'tasi bo'lmaydi. Aqalli, ya'ni e'tikofning eng tuvan bir muddati bormi, cheklamasi bormi degan masalada Hanifi mazhabning imomlari ittifoq kelgan o'rin. Agar nazr qilgan bo'lsa, vojib nazrda aqallisi bir kunduz bo'lishi lozim. لأن الصوم من شرطه. Çünkü roza tutish e'tikofningki sharti. ولا صوم أقل من يوم. Yani roza tutish degan bir kunduzdan oz bo'lmaydi. فلا اعتكاف أقل من يوم ضرورة. Undan ekan bir kundan oz roza degan narsa asla mavjud emas. Vojib e'tikofmi bir kun bo'ldi, antuni. ضرورة tabiiy demakchi. Tabiiy shunda bo'ldi. قال وكذلك النفل عند أبي حنيفة. النفل degan shada sunna muakkada e'tikofni ko'rsatadi. Vojib emas, odatga sunna muakkada nafl kelsak, Imam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining nazarida shunda liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la i'tikafa illa bis-sawm. Rawatu Aisha radhiyallohu anha. Nafl e'tikofdimi aqall muddati bir kunduz. Imam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan shuni rivoyat qilindi dedi. Bunun delili la i'tikafa illa bis-sawm. E'tikof shu ro'za bo'ldi, ro'zasiz e'tikof bo'lmaydi degandan ro'za aqalluha yawmti. Undan keyin e'tikofning aqalli yawm bo'ldi demakchi. Yuqori hadisni Hazrat Aisha rivoyat etgan. Bu Hanifi mazhabidagi bir qarash. Va an Abi Yusuf. Hanifi mazhabidagi ikkinchi qarash Imom Abu Yusufdan keldi. يجوز أكثر النهار اعتبارا للأكثر بالكل. إمام أبو يوسف بشنورغون مسألة شنو قرش باغو الأكثر يقوم مقام الكل. أجنا قاعدة تشربلام شو قلب تشرب bir kunduzninki ko'p qism bo'lsa bo'ldi. Masalan bir kunduzni 15 soat desak 10 soat, 9 soat bo'lsa bo'ldi demakchi. وعن محمد رحمه الله üçüncü qarash İmam Muhammaddan keldi. Saatan e'tikofning eng tuvan cheki muddati 1 soat bo'lsin bo'ldi. Buni Imam Muhammad Al-Asl degan kitobida bayon qilgan. Al-Asl degan kitobi zohir rivoyat kitoblardan. Undan keyin bu mazhabda hisob qilingan qarash mush qarash. Şu bizninki 60 minutdan iborat soat shu. Biz jumaga 1-soatda bo'lgan kishi tuga 2-soatda degandek hadislarni sharhlaganda muvattani sharhlagan chog'da mush soat mush bizning hozir islatgan soat shu. So'ng jumani Hanbali mazhabdan 6-soatda o'qis bo'ldi degan qarash bor. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12
yuridu sa'a, yani yuridu sa'a degan ravinin izohati. Juma kuni 12 debdi. 12 degani 12 soat demakchi. La yujadu muslimun yas'alulloha azza va jalla shay'an illa ataahu Allohu azza va jalla faltamisuha akhira sa'atin ba'da al-asr. Shu juma kunida duo ijozat qilgan bir soat var gelsa-ku, şu saat qanday chaqda desa, ba'zi ulamolar imom xutbaga chiqib namoz o'qigan qadar dedi. Ba'zisi kun patishdan burunqi bir soat dedi. Mush kun patishdan burunqi bir soat degani shu kuchliroq. Bu Abu Davud Nasai rivoyat qilgan hadis. Mush hadisda kunduzni 12 soatga bo'lgan. 12 soat deganimiz arablarningki kecha bilan kunduz tanlashgan chaqda kunduz 12 soat, kecha 12 soat bo'ldi. Endi yozda qishda birisi uzun, birisi qisqa bo'lib ketishi mumkin. Lekin va astronom ulamolar buni shu 60 minutlik soatdan 24 ga bo'ldi. Ma hadislar kelgan bo'yicha masalan kunduzda 12 soat bo'ldi desak, bu kunduz masalan tanlashmagan chaqda 12 soat desa olamiz desa, 15 soat 12 bo'lsak, 1 soat 10 minutdan da tegishi mumkin. Ya'ni bu hozir biz bilgan 1 soatga yaqin bir gapimiz. Shu 5 soat desak, 6 dan 20 o'tgan chaqda bag'adan tuga qurbonlik qildi-ku, 1-soat shu. Aşağıdan 5 saatni qatanlar 6-chiga 11 dan 20 minut o'tdi. Shu chaqda andan mesela jumaning vaqti kirishga boshlaydi degan. Yani 5 saat desak, 5 saat mesela 1 saat 10 minutdan hisoblsak, shu 12 yarimga bardosh taxminan. Yoki endi qish kunlari qolsa 11 yarimda azon chiqadi. Yani 5 saat 6 saatdan keyin chiqadi. Çünkü Araplarda burun şu bir kunni 24 saatga bo'lgan shunda taqsimlashdi batdi. Bular kunduzning her saatinin ayrım-ayrımısın bak. Şu hadislerde saat deb kelib qolsa, odatda shar'iy nima şu 60 minut, 70 minutga yaqin shunda 1 soat maqsad qilindi. Yoki unda majoziy deb qolsa, 1 soatda deb qo'ymiz-ku onsa. 30 minut olganmiz 1 soat saqildim deganda, bunda deb qo'yish qolsa 1 soat deb majozan deb qo'ydi. Yani bir mazhabdagi saat degani şu 1 soat, mesela 60 minut degandek ne haqiqiy ma'nosida shu. Majoziy deb qolsak 10 minut 15 minut degan 1 soat. İmam Muhammed ne dedi? Ya İmam Muhammed ne dedi? Ro'za shart. Ro'za. Lekin shu 1 soatni o'tgan chaqda sen ro'zadan bo'lishing lozim dedi. Kunduzlikni iftor vaqti aqlashni Ya bir kun demek bir gündüz yok. Leyla yok onusunda. Yani ro'za tutgan cevabı bir so'tganida ro'za tutsak 15 saat desek normalda şu 15 saat demek bir gündüz. İmam Muhammed Sa'd'de bu rivaya nima uchun? Lenne mabdan nafli alal musamaha. Çünkü bu vacib olmaganligi nafli degan sal azada qo'yilgan ibodat. Şu bunga bir kun, bir sotka deyilganda o'lcham bekitolmaymiz. Alla tara annahu yajuzu at-tatawwu qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam. Qaramamsa o'tirib nafl namoz o'qiy oladigan kishi o'tirib o'qishga ruxsat. Nafl bo'lg'achqa bunda kamchilik bor. Wala kadalika al-wajib. Lekin vojib namozni, farz namozni o'qigan chog'da o'tirib o'qiy oladigan kishi o'tirib o'qishi lozim. Nafl bo'lg'achqa shunda azatchilik bo'lgan. Bu e'tikofmi nafl bo'lgan taqdirda shunda azatchilik bor deydi. Ana shu masala qarasak, Hanifi mazhabda hozir bir necha qarash chiqdi. Ammo jumhur ulamolarning qarashi shu 9 kun 10 kun bo'lish kerak emas. Bir kun bo'lsa-mu yoki 1 soat bo'lsa-mu bo'ladi degan qarash shu. Imom Malikning mazhabida 1 sotka deb keladi. 1 sotka deb keladi. Yani ba'zi ulamolar 10 kundan kam bo'lsa bo'lmaydi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunda, o'ttirilgan 10 kunda, dastlabki 10 kunda 10 kundan e'tikof tutgan degan. Lekin endi qarasak, Qur'onda e'tikof qiladigan chog'da bir vaqt belgilangan ahvol yo'q. Aytadulloh va la tubashiruna va antum aakifuna fil masajid. Bo'ldi. Bo'ldi. Bir soat olsun bo'ldi, mush qarash, nayt ilg'ir qarash. Ba'zi sabablardan mush mazmunga kelgan. Sen bir lahza o'ttirsan, shu niyat bilan e'tikof tutgan bo'lsa, ichki namozdan oraliqida saqlab masjid o'ttirsan, e'tikof tutgan bo'ldim deydigan tabiinlardan kelgan rivoyat bor. Bunun ustiga bizning sharoitimizda bir hafta masjidga yetib qolib, unda e'tikof qilib bo'lmaydi. Bizga naq hozir paydo bo'lgani, asqatligini bir soat ichki namozdan oraliqda deganda vaqtda e'tikofda o'tirilish vujudga chiqadi. Masalan, peshinga kirib, asrgacha o'tirib, asrni o'qib chiqsa, e'tikof tutgan bo'ldi. Shom kirib, xuftanni o'qib chiqsa, shu niyat bilan o'tirsa masjidda e'tikof tutgan bo'ldi. His tutasın buldu e'tikofda. Kunduz shart emas. Lekin kunduz o'tirib qolsa, ro'za tutish shart. Dal sa'a min laylin aw nahar. Bir soat deganga kecha bo'lsin, kunduz bo'lsin, bir soat. Lekin kunduz o'tirib qolsang, bir soat ro'zlari olib bo'lishing lozim. Bu Hanafi mazhabning ilg'or qarashlaridan. وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية. اعتكاف جماعة bilan namoz o'qiladigan masjidda ro'zqan holatda e'tikof niyati bilan turishdan iborat. Turish ishada e'tikofning rukni desak, masjidi jamoa bo'lishi va yana ro'zlar bo'lishi shart sahih. Elbette niyatlar qanday ibodatda bilishlar. Amma al-labsu fali'annahu yunbi'u anhu. Ham muqim turish kelsak, i'tikof degan so'zning o'zi shu muqim turishni ko'rsatgan so'z. Va amma kawnuhu fi masjid jama'atin, jamoat namozi o'qiladigan masjid bo'lish kerak degan shart kelsak, faliqawlihi ta'ala va antum aakifuna fil masajid. Ayatda sizlar masjidlarda e'tikof tuğuninglarda deb masjid degan so'zni mushattilga olgan. Masjid jamoat degan qanday masjid? Hanafi mazhabda 5 vaqt namoz jamoat bilan o'qiladigan masjid. Yana bir masjid bor, jami deymiz. Jami degan juma masjidi, azli masjidi. Bu masjidning ba'zi masalan azli masjid, lekin 5 vaqt namoz o'qilmasi mumkin. 5 vaqt namoz o'qilgan masjid juma o'qilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi yezlarda juma masjidi, az masjidi 5 vaqt namoz o'qilmaydi. Ama ba'zi kichik masjidlar 5 vaqt namoz o'qildi, juma namoz o'qilmaydi. Hozir Hanafi mazhab demoqchig'ini 5 vaqt namoz jamoat bilan o'qilgan muqim imomi majnahnu va masjid demoqchi. Nima uchun mush shart desa, chunki e'tikofning maqsadlaridan birisi 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qish, bir namozdan keyin bir namozni oraliqda namozni saqlab o'tirish deb-ku. Mushrik tarafdan agar masjid jamoat bo'lmay qolsa, bu kishi jamoat namoz o'qish uchun yana bir yerga masjiddan chiqishi lozim. Bu jamoatda azos o'qib bular al-ithnan kama fawqahuma jamoat. Mushu jamoat namoz o'qilgan masjid bo'lish kerak degan Hanafi mazhabining sharti, Hanbali mazhabining sharti shu. Imom Ibn Taymiya dabto هو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه إلا من قول من خص الاعتكاف بالمسجد الثلاثة أو مسجد النبي. أساسا تابعين قرشه مش مسجد جماعة بالإسلام صحاب الدمو
masjid jamoat bo'lmasin bu deganlarga kimgan? Yana bir qarashda bu boshqa mazhabning qarashi juma o'qilgan masjid bo'lishi lozim. Az masjid. Yani cami deydi. Cami bo'lishi lozim. Bu shu qarash asosan agar e'tikof turgan muddatda juma kelmaydigan bo'lsa, mesela bir haftadan az ya bir kun ya 2 kun anda e'tikof o'tgan bo'lsa, juma kelmay e'tikof turishi mumkin. Bunda ahvolda juma o'qiladigan az masjid bo'lmasa-mu, odat masjid bo'ldi. Lekin juma araliqida kelib qolgan bo'lsa, juma masjid bo'lishi lozim. Bu juma o'qish uchun boshqa masjidga chiqsa e'tikofdan chiqayotgandek bo'lib qoldi demak ekan. Lekin Imom Abu Hanifaning qarashida 5 vaqt namoz o'qilmaydigan, lekin juma o'qiladigan masjid bo'lsa e'tikof tursa bo'ldi. 5 vaqt namoz o'qilmaydigan Cuma o'qilgan bo'lsa, yezlarda shunda 2 vaqtda jamoat qilish mumkin. Vaqtida juma o'qilmasa bo'lmaydi. Ya, Hanefi mazhab qarashida juma o'qilmasa-mu 5 vaqt namoz o'qilsa bo'ladi. 2 vaqt o'qilsin bo'ladi. Çünkü cemaat bilan namoz o'qilgan. Ular masalan bir e'tikof qilmaydi, yana ayandagi mahaldagi, yani bir masjidda 5 vaqt namoz o'qilgan masjid bo'lmaydi. Yezmanimiz o'xshash bo'ladi. Balki bazadagi deydi. Yezman bazadagi masjidda 5 vaqt o'qilishi mumkin. Yalnız masjid jamoat degan shartning dalili va antum akifuna fil masajid. Masjidlarda e'tikof o'tganlarda degan ishada masjid bo'lishi shart degandek biz bir mazmunni tushundik. وقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه. İmam ve mazhabının bakanda masjid olsa unda e'tikofda o'ltasi bo'ldi degandek. Bu bir sahabenin söz buluş mümkün. Resulullah'ın rivayet konusu aciz. وقال حذيفة لا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة. Cemaat namazı kıldıran mescid olsa ondan e'tikof tutağıl buldu. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki qilgan e'tikoflarga qarasak, mescidda e'tikof qilgan. Uyda boshqa yerda e'tikof turgan ahol yo'q. Ma'mum. Ya bo'lmaydi. O musalla. Musallalar bo'lmaydi. Masjid bo'lishi lozim. Shu masjidda bizning o'tan masjidi bor-ku. Uning shu charisini tutib qo'yib bir soat chadolmay. Da, namoz saqoqtaganda ko'tarib bilan e'tikof qilib chiqdigan shu. Bunun çare yok. Bundan da bir lahza degan qarashni elib e'tikof qilyapsiz. Lekin men ulug'urda buni hayron qoldim. Şu masjidda qonaq e'tikof turadigan chaqdimi e'tikof degan narsa yo'q. Biz kichik vaqtimizda bu 82-83 yillarda masjidni ichida asli keltirib komitet qilib olgan, tarixini qilib olgan masjidni asli keltirdi. Shu chaqdimiz kichik vaqtida u masjiddan bu masjidga tarog'ida anda o'tkazib namoz o'qib o'ynaydi. Kichik vaqt bolalar yig'ilib. Shu chaqda masjid tabliği bo'layotgan shu azod vaqtlar. Bu chaqda bir cho'nglarning masalan bularni e'tikof o'tiribdi, ya bundan degan olmab qoldi. E'tikof deganni biz tutmaydi. Yani azod chaqdimi yo'q bizda. Bunda o'tirish yo'q. 10 kun o'tirish yo'q. Bir kun o'tirish yo'q. Hozir sharoitda uyda ashtar e'tikof bo'lmaydi. O istiqomat. Istiqomat deymiz. Lekin istiqomat qilish ishlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam burun G'ar-i Hiroda istiqomat qilgan. Lekin payg'ambarlik kelgandan keyin
Şu etkap qilish yo'l qo'yilgan. Istiqomat degan yo'q. Chunki unda istiqomat qilsa, masalan, jamoatdan qoladi, ishlar taqishi mumkin. Mana bu sebab ko'rsatishda وَلِأَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ تُؤَدَّى فِيهِ الْجَمَاعَةُ. Çünkü etkap tutgan kişi etkapning maqsadlaridan birisi namoz o'qib, ya'ni bir namozni tutib o'tirish, oshuna fazilat bo'lgan. Bir hadisda namozni tutib o'tirishni fadalikumur ribat degan. Yani xuddi İslam diyarını düşmanlarını qo'llab, chegara mudofaada qarovul tutganda kelgan. Jihatning o'rnini qo'ygan. Unda bo'lgan ekan, bu jamoat namozi o'qiladigan masjidga xos bo'ldi. Va kullama kana al-masjidu a'zama faly'atikafu fihi afdal. Masjid qancha cho'ng bo'lsa, shu masjidda etkaf qilish shuncha afzal bo'ladi. Jamoatchi bo'lgan ekan. Ikkinchi sharti va amma savm. Etkaf tutgan kishi ro'za tutgan holatda bo'lish kerak. Ya'ni shu kunduzda ro'za tutgan holati bo'ldi, kechasi ro'za tutmaydi albatta. Kalima taqaddama. Yuqorida o'tgan dalilga asosan. Ashu va antum aakifuna fil masajid degan oyatda va la tubashiruna وأنتم عاكفون في المساجد. أشاهد بشدا ثم أتموا الصيام إلى الليل. أشاهدت روز تش شرط يندك بردليل با. يعني برواية أنه صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما. رسول الله صلى الله عليه وسلم روز در حالت لام اعتكاف تطاغان. إغزاسكن حالتتا اعتكاف تطامغان دي. İmam İbn Qayyim dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ro'za tutmagan holatda etkapda o'ltirganligi hech rivoyat qilinmagan. Zadul Ma'ad 2-jild 37-bab. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam etkapda o'tirgan bo'lsa, cho'qim ro'zador holatda etdi. Irzat holatda etkapda o'tirgan rivoyat qilinmagan. Lekin bu rivoyatda ayollarga kaygandan keyin etkapdan chiqdi. Chiqib Shavvolda 10 kun etkapda o'tdi dedi. Lekin u rivoyatda ro'zador mutdi emasmi deganda hech qanday yo'q. Agar shuni balki qazo qilgan bo'lsa, Ramazonning oxirgi 10 kundan keyin qazo qilgan bo'lsa, ro'zador holatda bo'lishi cho'ng ehtimol. Ham shu ro'za shart degan masalaga kelsak, Cumhur ulamalar şartlar qaraydi. Shafi'i mazhabga qarshi, jumhurga qarshi. Hanbali mazhab va Shafi'i mazhabdan ba'zi ulamalar ro'za tutish shart emas. Ro'zador bo'lmasa-mu etkaf tutsa bo'lardi. Ro'za tutish mustahab, shart emas. Lekin Hanbali mazhabdan İmam İbn Taymiya va shogirdi İmam İbn Qayyim rahmatullohi alayhilar mushu Hanafi mazhabininki ro'za shart degan qarashni tanlagan. Dalili kuchli bo'lg'achqa. Ana Hanbali ulamalar dalil qilgani Umar roziyallohu anhu bir kecha masalalarimda etkaf turishni nazar qilgandan degan namoz kechasi ro'za bo'lmaydi. Bu dalili shu. Lekin biz oyatlardan dalil keltirdik. Cumhurning shu kuchli. Yani bu mazhabda bunda bir qarashim bor. Vacib etkaf uchun ro'za tutish shart, nafl etkaf uchun shart emas degan qarash. Lekin bu mazhabga oz qismli ulamaning qarashi. Mazhabga vakillik qilmaydi. Vacib nazar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ro'zador holatda etkaf qilgan, ig'zash holatda etkaf qilmagan. Alloh taolo shar'ahu bi qawlihi taala, Alloh taolo etkafni mushu oyat bilan yo'l qo'ygan. Va antum aakifuna fil masajid va lam yubayyin kayfiyatahu. Lekin etkafning qanday bo'lishini ixchamjig'incha qilib bayon qilgan, lekin tafsilotini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bayon qilib berishiga qo'yib qo'ygan.
فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا له. Şuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rozdar halattılan etkapta oturuşu aş ayetninki bayanı. Ve entum akifuna fil mesacid fi halet siyam diyendek mazmun başında. لأنه لو جاز بغير صوم لبينه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. Çünkü etkap rozsuz caiz bulgan bolsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ya söze ya özün əməli şərikətlərin bayan bəgən buladı. Ola mühüm qal. Çünki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eğizdə çıxan halətdə etikapta otasanı buldu diyen söz ya ki üzünün ki eğizdə çıxan halətdə etikapta otağallıqda nəql qılınmağan. Dəlle ala ennehu gayri caiz. Bu əhval nümünki üstüdə olsa roz tutmagan halatda etikapta oturuşunun caiz emasligini ko'rsatdi. Va amma niyyatu niyat kelsak falinnahu ibada. Yani etikapta oturish ibodat. Fala budda min an-niyyati lima taqaddam. Yuqorida biz nisbatan takrorlab o'tgan o'sha hadislarga asosan, oyatlarga asosan niyat bo'lmasa bo'lmaydi. Ixlos talab qilingan oyatlar ve onun başka innemal a'malu binniyat deganda kelsa. Qala wal mar'atu ta'takifu fi masjid baytiha. Ayol kishi o'zininki uyininki masjidda etikapda o'tirdi. Va huval mawdi'u allazi a'addathu lis-salah. Masjid baytiha degan ash uyida odatda muqim bir joyni namoz o'qiydigan o'rin qilib bekitish barti burun qildi. Hozir unday bo'lmasi mumkin. Davomli namozni shu bilan o'qiydigan ayol kishi masjidga namozni shu bilan o'qiydigan qilib bir namozgohdek bir o'rinni tayyorlab ahol barti. Ayollarning etikapda o'tirishi, masjidda o'tirishi joiz. Masjid o'tirish joizligini isbot. Lekin bu afdaliyaning masalasi. Ma kitobdagi ibodatdan xuddi masjid o'tirish bo'lmaydi deganda ko'rinib qoldi. Shunami? Amaliyotda masjid o'tirish bo'ldi. Lekin mal karaha deymiz. Barliq olimlarning ittifoqi bilan ayollarning masjidlarda etikapda o'tirishi joiz. Lekin afzaliyatga kelgan chaqda Hanafiy mazhab uyda etikapda o'tirgan afzal deydi. Nima uchun? Va astar laha. Yani aş uyuna aşına namazı belgilgen bir ucrisi yoki bir bujiki bo'lib qolsa, bu ayol aşı namazı belgilengen şu o'rinda etikapda o'tiradi. Uyning har qayerida etikapda o'tirsa bo'ladi. Masjid baytiga shu. Agar namazını belgilgen şu o'rinda etikapda o'tirib, ondan boshqa hujurlarga yetkilib qolsa, etikap o'rnidan chiqayotgandek. Undan keyin zurul bo'lmagan holda shu joydan chiqib qolsa, etikap bekor bo'ldi degan, uzilib qoldi degan. Jumhur ulamolar jamoat namoz o'qilgan masjid asha afzal deb qaraydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ayollari masjidda chedirini qurib etikap turgan. Resulullah'ninki mo ayollari etikap turgan. O uyda turmasang bo'lmaydi, masjid turmanglar degan gap yo'q. Undan keyin shu masjid afzal deydi. Lekin endi aslida etikap turgan ahvolda ayollarning etikapda o'tirishi, yetish, uxlash ahvallarni o'ziga oladigan bir ish bo'lg'achqa u erlar ko'maydigan bir to'saq bo'lish lozim. Yoki ayollar xos shunda bir o'rin tayyorlangan bo'lishi kerak. Shunda bo'lsa, ya'ni erlar faqat ko'maydigan bo'lsa, ya'ni mazhabning ismi karahasiz joiz bo'ldi. Yana ya'ni mazhabning qarashi bo'yicha 1 soat etikapda o'tirish joiz dedi-ku. 1 soat o'tirib qolsa, masjidda ayollarning o'zida o'tirib qaytsa, joiz bo'lar. Biduni karah.
lekin yetib bo'ladigan holatda bo'lsa erlar qarab qoladigan ish bo'lmas uchun uy afzal dedi. قال ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد. ayollarning e'tikofda o'tirishga, erlarning masjidda o'tirishga nima shart bo'lgan bo'lsa, aynan shu shartlar shart qilindi. Ya'ni yo'ldan sirtib chiqmaslik degandek ana shartlar. لأن الرجل لما كان اعتكافه في موضع صلاته çünkü er kishininki e'tikof qilgan o'rin namoz o'qiydigan o'rin shu. Kana i'tikafuha fi afdal. Undan keyin ayollarning farz namozini uyda o'qish afzal dedik. Erlarning mo e'tikofda o'tirgan joyi, farz namoz o'qiydigan joyi shu yerda. Ayollarning mo farz namozni nerede o'qisa e'tikof qilgan o'rni shu. Biz ayollarning farz namozlarni uyda o'qish afzal degan. Undan e'tikofni uyda o'tirish afzal deymiz. Bu yuqorqi masalaning dalilida ekan, qiyos. قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها. Ayol kishining mixda degan yatilg'a yataq uyi yoki qaznaq uyi degandek shunda uyning ichidagi bir uy deydi. Ichki yataq uyda o'qigan namozi uydagi masjidda o'qigandan afzal. Qancha shu erlar ko'rinmaydigan holatda bo'lsa shu afzal demoqchi. Va salatuha fi masjid baytiha uyning masjidida o'qigan namozi afdalu min salatiha fi sahni dariha. O'ylisda o'qigan namozdan yaxshi. Va salatuha fi sahni dariha o'ylisda o'qigan namozi afdalu min salatiha fi masjid hayyiha. Mahalladagi masjidda o'qigandan yaxshi. Va buyutuhunna khayrul lahunna law kunna ya'lamna. Agar ular biladigan bo'lsa, uyda o'qigani ular uchun afzal. قال ولو اعتكفت في المسجد جاز. Masjidda e'tikof turib qolsa joiz. Livujud sharoiti, chunki bu yerda hamma shartlar to'liq bo'lgan. Ro'za tutgan holatda masjid jamoa, al-labs fil masjid bularimiz bor. Va yukrahu lima rawayna. Biz yuqorida rivoyat qilganimizga asosan masjidda e'tikof turishi makruh bilan joiz. Ayollarning e'tikofda o'tirishi uchun bir shart lazım. Bu bo'lsa agar yatib qolgan ayol bo'lib qolsa, eri bo'lib qolsa, eriningki ruxsat lazım. Ya'ni bu nazarda vojib e'tikofdimi, cho'qim erning ruxsat bo'lishi lazım deydi. Nima uchun? Bu oilaning gavdasini qo'llab qilish bor. Agar erning ruxsat olmay, ijozat olmaylar e'tikofga kirib ketsa, er e'tikofda o'tirmadi dedi. Unimida ruxsat bermadi. Qanday qilish lozim? E'tikofdan chiqdi. Yani bu ibadatda talzam bir shuru' e'tikofmi? Yapil ibadat boshlashdan keyin uni keyin tamomlash lozim. Tamomlamagan chog'da qazosini qilish lozim. An Aisha radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه رسول الله صلى الله عليه وسلم farz namoz o'qib bo'lgandan keyin udur kichik chedir deydi. Bir kichik chedirlandi. Shu chedir udur chirkitdi. Masjidda e'tikof turdik deb ba'zi qanday qildi? 15 ga o'tirib, mungdishib, paranglashib, kelgan ketganlar bilan ko'rishib, bizdan paranglashib turib, telefon mazada ishlatib, manda qildi. Bu e'tikofning ko'zlangan maqsad bundan o'zishmi? Bunisiga e'tikofda g'on chedirda uning bashidan bunda o'pchi turishidanmi o'zi chiqmaydi. E'tikofda yolg'iz insonlarga aralashmay, o'zi xali holatda bunda o'tiradigan bo'lish lozim. Rasululloh farz namozdan keyin udul o'zidan bir kishilik chedirada chekitdi.
Çadırga kitvetip fabasura bil abniye. Kata kurulgan çadırını köde. Fekale ma hada? قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال البر أردنا بهذا مشغلان بولا سواب قرشنزان دكان ما أنا بمعتكف اتكاب قمايما بولدا فرجع قايت كتة قايت كتة اتكابتن شكتة فلما أفطر كروزيت بوغنين كيم أنين كيم يعتكف 10 من شوال شوال ايدن 10 كم اتكاب تطاده متفق عليه hadis. Bu xuddan o'tkazda Hazratning Kalzan Bishro deganlar 10 kunda etkab kirgan va ayollarga qabulab etkabdan chiqatdimi, chiqatgandan keyin qazosini mumkin qildi. Ham shahada Rasululloh uchun ochilgan, qabulgan ayollara etkab tutasa, shunga norozi bo'lib etkabdan chiqatdi. Bir ehtimolda ayollarni bas-bastab mamma etkab turganda bo'la bir xil baslashib taat ibodatda o'sg'maylikda, lekin unda bir-bilan ko'z-ko'z qilib men sendan qalamtim degandek bir ish bo'lg'achqa modadek bo'lib qolish buni to'mg'an. Ikkinchisi bulanmasa chidib chiqsa masjidningki o'ylisi tariyib jamoat qisilib qoladi, qachilik qoldi degan. Yoki bir ehtimolda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asl ayolni tashlab uydagi ko'pa yotqonlara jo'dan joydan kirgan joylarni tashlab qattiq quruq masjidda o'tiraysa, ayollar tang chiqqan ekan, etkab o'tagandek bo'lmaydi. Bu tarafdan o'qigan bo'lishi mumkin. Ayollar etkab o'tirib qolsa o'ylanishtirib Aşınan bak orlaştıralığılar otur. Bunu balların taşlap olmayan etkab tutan kişiler fikir vası bulmaydı. Hatta erin ama taşlap bunda kız bulmaydı. Erin narazı olan takdirde etkabdan çıkarıp tutuyordu. Bu emmesi şu ayını qo'da qilishi var. Müşahit olsun. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.